Navbatdagi bemorimiz Xidirova Ma'mur opa 66-yil tug'ilganlar. Bizga Jizzax viloyatidan murojaat qilib kelishdi. Murojaatlardagi shikoyatlari ikkala chanoq son bo'g'imida og'riq, ikkala tizza bo'g'imida og'riq va o'ng yelka sohasidagi og'riqlar bilan murojaat qilib kelishdi. Tekshiruv natijasida ikkala chanoq son bo'g'imida koks artroz, chap taraflama son suyagi boshchasi aseptik nekrozi ikkinchi bosqichda aniqlandi. Ikkala tizza sohasidagi gonartroz 2-3 darajasi, o'ng yelka sohasidagi artroz ikkinchi bosqich aniqlandi. Bugun bu bemorimizga SVF terapiya amaliyotini o'tkazib beramiz.